Agar sizni muzdek suvli vannada soatlab ushlab turishsa, kaltaklashsa va chirigan go'sht bilan boqishsa, necha kun yashab bergan bo'lardingiz? 140 yil oldin bir ayol dunyodagi eng vahshiy jinnixonaga o'zini telba qilib ko'rsatib, mana shu jinnixonada nimalar bo'layotganini bilish uchun kirgan. Bugun men sizga mana shu haqida aytib beraman. Tanishing, bu qizning ismi Nelli Bly. Kasbi esa jurnalist, xuddi menga o'xshab. U 1887-yilda Nyu-York yonidagi nomi chiqqan Blackwell nomli ayollar kasalxonasi haqida har xil mish-mishlar eshitib qoladi. Bu yerda nima bo'layotganini bilishning yagona yo'li bu kasalxonaga kirish edi. Nelli esa mana shu kasalxonaga kirish uchun o'zini jinniga solishni boshladi. Oynaga qarab har xil qiliqlar qilishni boshladi, xuddi o'zini jinnidek tutishni. Keyinchalik u mehmonxonaga borib o'zini jinniga o'xshab ko'rsatadi va mehmonxonadagi administrator uni jinni deb shifokorlarni chaqiradi. Shifokorlar esa tuzalmaydigan telba degan tashxis qo'yishadi va uni mana shu ayollar jinnixonasiga yuboradi. Eng dahshatlisi esa shifokorlar va nazoratchilarning vahshiyligi edi. Tasavvur qiling, ertalab soat 6 dan sizga muzdek suv qo'yishadi. Sizni uyg'otib, skameykada 14 soat qattiq skameykada qimirlamay o'tirishingiz kerak. Agar qimirlasangiz yoki nimadir gapirsangiz, sizni ayovsiz kaltaklashadi. Nelli esa mana shu jahannamda ro'parasi 10 kun yashadi. U juda ham qiynaldi, chunki uni sog'lomligi yoki jurnalistligini bilib qolishsa, uni o'ldirishar edi. 10 kundan keyin u ishlagan gazeta muharriri advokatlarni qo'shib, uni mana shu kasalxonadan chiqardi. Nelli chiqqandan so'ng o'z maqolasini yozdi. Jinnixonada 10 kun degan maqolani yozib chiqardi. Shundan so'ng Amerika hukumati bu jinnixonani boshdan oyoq tekshirib chiqdi va shifokorlarni, nazoratchilarni barchasini ishdan bo'shatib, yangi tizim o'rnatdi. Siz bu haqida eshitganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring va menga obuna bo'lishni unutmang.